Yo'ldosh va Surayyo Hakimova 2020 yil Kitob tuman axborot kutubxona markazida abonementlar va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish xizmat mutaxassisi lavozimida ishlab kelmoqdaman. Kitob bilim manbai, tafakkur kaliti. Ammo bugungi yoshlar qanchalik kitob o'qiydi? Ular qanday asarlarga mehr qo'yadi? Keling, buni bir aniqlaylik. Biz Kitob tuman axborot kutubxona markazi mutaxassislari talabalar o'rtasida kitobga bo'lgan qiziqishni o'rganish maqsadida so'rovnoma o'tkazmoqchimiz. Abonent va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish xizmatida jami 7300 nafar kitobxonlarimiz bor. Mana shu kitobxonlarga beminnat xizmat qilib kelmoqdamiz. Bizning foydalanuvchilarimizning ko'pi o'quvchi, xizmatchi va talabalardan iborat. So'rovnoma o'tkazib, kitobxonlarning qiziqishini aniqlashdan ko'zlagan maqsad bu ularning qaysi janr mavzu yoki muallifga ko'proq qiziqishi, ularning kitob o'qishga bo'lgan munosabati va ular qanday, qayerdan kitob olishadi hamda kitobxonlar qalbiga yo'l topish, kitobga bo'lgan muhabbat uyg'otish va eng asosiysi ularning har tomonlama yetuk insonlar qilib tarbiyalash yo'lidagi muhim jarayondir. Kitobxonlikni qanday targ'ib qilsa bo'ladi? Nima deyilasiz? Kitobxonlik targ'ib qilish uchun avvalo bibliotekada, kutubxonada, ya'ni yangi kitoblar o'qish kerak. Yangi tarjima kitoblar o'qish kerak. Jahon tili, jahon adabiyotidan yangi shoirlarni, yozuvchilarni kitoblarni o'qish kerak. Targ'ib qilish uchun o'quvchilar o'rtasida, kitobxonlar o'rtasida suhbatlar olib borish, ularga kitoblarni tavsiya etish kerak. Chunki hozircha vaqt manimcha eng qulay kitobdan foydalanish, kutubxonadan foydalanish. Qanday yangi kitoblarni o'qiysiz? Asosan psixologik diniy janrlar, ilmiy janrlarning o'quvchilarga qanday maslahat berasiz? O'quvchilarga maslahat beraman, asosan tarix janrida o'sha bilimlarni o'zlariga ko'rsatiladi. Uchun yaxshi Siz haftasiga nechta kitoblar o'qiysiz? Vaqtimga qarab 2 ta, 3 ta bo'lishi mumkin. Hozir vaqtda odamiylikka sarf qilyapman. Kitob bu do'st, yo'l ko'rsatgich, hayot saboqlar maktabi. Har bir foydalanuvchining hayotida kamida bitta kitob bo'lishi kerak. Chunki kitobxonlik o'z ustida ishlashning eng samarali yo'li. O'qing, o'rganing, o'zingizni rivojlantiring. So'rovnoma yakunida shuni bildikki, foydalanuvchilar eng ko'p o'qiydigan badiiy adabiyotlar, fantastika, tarixiy va jahon adabiyotlariga bo'lgan ehtiyojlari bor. Faqat ularni to'g'ri yo'naltirish, rag'batlantirish va qulay sharoit yaratish zarur. Foydalanuvchilar kitob tanlashda muallif va mavzu muhim omildir. Xullas, kitobxonlik bu madaniyat, bu kelajak.